Yo, WhatsApp bolalar. Bugun sizlar bilan eng oson mod topishni o'rganamiz. Bu 1.21, 1.20, 1.19 shu versiyalarga tushadi. Xullas, birinchi biz Play Market dasturiga kirib olamiz. Xo'p, bu joyiga yozamiz katta harf bilan master. Hozir yozaman. Xo'p, master qaranglar mana master for Minecraft chiqadi. Shuni ustiga bosib olamiz. Po'stga birinchisi chiqadi. Bunisi kerak emas bo'ladi. Ikkinchisi yo'q, bizga aynan mana shunisi kerak bo'ladi. 1.21 versiyalar uchun bu modimiz tushadi. Bunda har xil shader modlar, qurol modlari, shahar, akvaparklar, mashina modlari, hamma modlar bo'ladi. Kirib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.